Man 23 yoshman va man o'zimni fikrlashimni o'zimdan 10 yosh katta deb o'ylayman. Nimaga hozir aytaman. Bu narsa na samom dele hayotga vohli qadam qo'yishdan boshlanadi. Katta hayotga vohli qadam qo'yishdan. Sababi man ota-onasini pinjida katta bo'lgan, ota-onasi polniy ta'minlagan qizlar turiga kirmayman. Man katta hayotga judayam vohli kirganman. Shu sababli ham dunyoqarashim o'zimdan 10 yosh katta. Man bu narsani o'zim ham bilaman. Man bilan gaplashib ko'rgan odamlar ham bu narsani неоднократно menga aytishgan. Man bilan teng fikrlash uchun odam kamida mendan 10 yosh katta bo'lishi kerak. Chunki o'zim tengi yigitlar bilan вообще chiqisha olmayman, gaplasha olmayman. Chunki детский, слишком детский. Bolalar 35 dan keyin ulg'ayadi, qizlar esa 22 dan keyin уже katta hisoblanadi degan fikrga 100% qo'shilaman. Chunki menda ham dunyoqarashim именно 22 yoshdan boshlab слишком tez o'sdi. Слишком katta bo'lib qoldim. O'zi na samom dele 18 yoshimda уже katta bo'lib qolganman. Bir 10-15 yilga onam vafotlaridan keyin уже hamma mas'uliyatni yelkamga olganimdan keyin tez katta bo'lib qoldim. Lekin 22 yoshdan прям осознанно, подсознательный darajadan ulg'aygan tarafim va yoshim 22 yoshdan boshlandi. Bilasizlarmi nima? Man bu narsadan uyalmayman, man bu narsadan afsuslanmayman. Nabarot, ulug' bir tajribasiz, lahushka qizlar bo'ladi-yu, bolalar sekund aldab qo'yadigan. Unaqa qizlar turiga kirmayman-da. Man слишком kattalar deb fikrlayman. Bu narsani man yutuqli tarafim deb ham bilaman. Bir xil payt oddiy sodda qizlardek bo'lib qolgisi keladi, lekin bo'la olmaysiz. Но при этом bir xil payt хочется-da. Lekin mana shu mani psixologически зрелый bo'lganim ham hayotimda juda ham katta yordam beradi. Chunki o'zimni bosib olgan odamman. Qayerda nima deyishni juda ham yaxshi bilaman. В целом bu narsa ko'proq plusga o'ynaydi-chi, minusga o'ynagandan. O'ylaymanki, ko'pchilik qizlarda, o'zi samostoятельно yashaydigan qizlarda shunaqa narsa kuzatiladi. То что o'zinglarni teng, даже qizlar bilan ham gaplashsanglar, ular boshqa dunyo, siz tengi qizlar. Nima deydi, o'zini oilasida, katta oilada katta bo'lgan qizlar. Siz bu yerda o'zingizni hayotingiz uchun o'zingiz kurashayotgan odam sifatida вообще boshqacha fikrlaysiz. Kstati, yozinglar, qizlar bolalar, sizlarda ham shunaqa narsa bormi? Tipa o'zingiz tengilarni слишком детский deb o'ylaysiz. O'zingiz dunyoqarashingizni esa katta deb hisoblaysiz ancha. Misol uchun menda shunaqa, men tan olishdan ham даже uyalmayman. Nimaga bu narsani aytib beryapman? Sizda shunaqa bo'lsa, bilingki, bu normal holat. Bu bilan kurashish, buni qanaqadir o'zgartirish shart emas. Просто hayotda plavno ketaverish kerak. Mana shu bilimlaringiz, mana shu tajribangiz bilan plavno ketaverish kerak deb o'ylayman.